Hasan Husan hovlilarimizni Chig'atoy mahallasida 204 sotixdan har biri binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak 330 kvadrat. Podvol birinchi va ikkinchi qavatlarimiz. Uyimizni fasad qismlari to'liq bitgan. Ko'rayotganingizdek 100% chiroyli bitirilgan. Bugungi kunning stilida deb ham bemalol aytursak bo'ladi. Sirazu shu joyda siz 1 dan 10 gacha mana shu xonadonimizni baholab keting, men mahallamizni kiraverishdan boshlab tushuntirib o'taman. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetga qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammanglarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Nurafshon ko'chadan 100 metr, 150 metr kiriladi mahallamizgacha. O'ng qo'limizda Chig'atoy makro turibdi. Chorsuvgacha bir qadam. Bunaqasi xullas Xastimondan ham kelganimizda bir qadam. O'zi mana shu Qorasaroy Xastimonda ko'pchilikning xonadonlari buzilgani bilan hamma mana shu atrofdan xonadon qidirishyapti. Mana ikkita yonma-yon hovli. Qarindoshlar, aka-ukalar, ikkita yonma-yon uy, alohida olamiz, mana shu atrofdan bo'lsa deganlar, kelib bitta bu xonadonimizni ko'rishingiz kerak. Bittasi Uglovoyda joylashgan, bir yoq tarafimizda ko'cha. Kiraverish darvozamizni qani bismillahir-rohmanir-rohim. Kirib keldik. Navestega bitta mashina, hovlimizgacha ikkita mashina bemalol kiradi. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa, yozgi oshxonamiz qilingan. O'choq qozon, barbekyu zona, gaz plita, moyka, xullas chiroyli mana shunaqa uголокimiz qilingan. Bu yerga bemalol bitta tapchanni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tapchan, stol ustuv ham bemalol joylasa bo'ladi navesimizning tagiga. Ichkari tarafdan ham binoimizning ko'rinishi juda chiroyli chiqqan, stili. Keyin bu yoq tarafimizda kichkina yashil maydon. Uyimizning xullas fasadini oldiga ham ko'rayotganinglardek mana shunaqa chiroyli yashil maydon qilib qo'yilgan. Tashqari tarafimiz uchun sanuzyullarimiz qilingan. Endi ichkariga o'tamiz. Planirovka ham juda ideal chiqqan, aniq sizga yoqadi. To'xting, videoni o'tkazib yubormang aka, korobka ekan deb. Chunki bu yerda akamlar zo'r taklif beryaptilar. Xolasalar deyishyapti klientda. Mana shu holatida elektrika, santexnikalari bitgan holatda xolashsa podключ o'zim tayyor bitirib beraman deyaptilar. Tayyor qilib qo'lingizga kalit topshiriladi. Shundoq tayyor kirib yashaydigan bo'ladi. Yoki yo'q, men o'zimni stilimni bitirib olaman, remontini уже ancha ishi bitibdi, faqat manalarga qolibdi desangiz, mana ikki xil taklif. Xo'p, xonadonimizga asosiy kiraverish, shundoq kirib keldik. Bizani mana shunaqa hol bilan oshxona katta studiyali qilingan kutib oladi. Yaxshi chiqdi. Agar sizga yo menga studiya bo'lmaydi desangiz, mana shundan bemalol to'sib olsangiz, alohida oshxona, alohida holimiz bo'ladi. Lekin menimcha, endi meni fikrim albatta keng, katta bo'lgani yaxshi. Shundoq kirib keldik, ro'paramizda bo'lsa, bizani birinchi qavatda zal qismimiz joylashgan. Oyna eshiklarimiz orqa hovliga qaragan, orqada hovlimiz qolgan, yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Radiatorlarimizgacha qo'yilgan, to'pli pollarimizgacha xullas tayyor qilib qo'yilgan. Keyin bu yerda bizda общий sanuzyulimiz joylashgan va shundoq yonida bo'lsa, birinchi qavatda yoshi katta insonlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz o'zini ichida sanuzyuli bilan joylashgan. Endi albatta yosh katta bo'lgandan keyin ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalishmasligi uchun birinchi qavatda yotoqxona bo'lishi shart. Ikkinchi qavatga shundoq chiqdik. Bizani mana shunaqa katta hol kutib oladi. Men akamga aytdim, bekor hol qilibsiz. Bizda hozirgi kunda spros nimaga? Spros qancha ko'p xonasi bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamma ko'p xona bo'ladi. O'zbekchilikda nima? Mehmondorchiliklarimiz ko'p. Shunaqa ko'p xonasi bo'lsa, spros bor-da hozir. Bu yerda ham aka, olganingizdan keyin mashdan shunday to'sib turib, bitta xona, mashdan shunday to'sib turib, ikkinchi xona qilib, ikkita xonaga bo'lib olsangiz bo'ladi. Yoki bitta master spalni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi bu joyimizdan. Keyin balkonimiz bor. Balkondan shunday qarasangiz, Chig'atoy makro shunday ko'rinib turadi balkonimizning o'zidan. Balkonimizdan keyin hovlimizning ko'rinishi, mahallamizning ko'rinishi, Chig'atoy o'zi ko'pchilik biladi, haqiqiy o'zbekona mahalla. O'zi ko'pchilik mana shu lokatsiyadan ham xonadon qidirib yurishadi. Bu yerda общий sanuzyulimiz joylashgan. Ikkinchi qavat uchun
ikkinchi qavatimizdagi birinchi xonamiz. Bu xonamizning o'zini ichida sanuzyuli bilan joylashgan. Keyin alohida bu yerda bolalar uchun mo'ljallangan yana bitta yotoqxonamiz. Endi o'g'il bolalar, qiz bolalarga alohida qilib beraman desangiz, bu ikkinchi xonamiz. Shunda bizda ikkinchi qavatimizning o'zida 3 ta yotoqxona bo'ldi va bitta katta hol. Bu holni biza xona qilib hisoblashimiz kerak, chunki juda katta prostranstvani ochiq qoldirib yuboribdilar ekan. Bu yerda 4-xona deb hisoblaymiz. Mana shundan chiroyli qilib bo'lib olasiz. Katta o'zingizga spalnya yoki ikkinchi qavat uchun zal qilib foydalanasiz. Uyimizning tegi to'liq podval, 3 tik katta xona. Bu yerda kotelnimiz joylashgan. Kotelnimizda o'sha kotellargacha xullas qo'yib beriladi. Холодная комната bu yon tarafimizda va bu kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa katta yana bitta zalimiz joylashgan. Bu yerda ham sport zal, bilyardni yoki kinoteatr qilib foydalansangiz bo'ladi. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, hamma kommunikatsiya uyimizning ichiga kirgan. 3 ta fazali tok elektromobil zaryadka qilish uchun ham hamma o'zini sharoitlari tayyor qilingan. Kanalizatsiya uyimizning shunday eshigini tegidi. Zo'r taklif, aka. Mana keling, ko'ring. Yo o'zim bitirib olaman. O'zimga yoqqan stilda, menga ko'proq yaltir-yultir rangli yoqadi desangiz shunaqa. Yo menga minimalizm stili kerak. Bitta однотонный bo'lish kerak hamma yoq deydigan bo'lsangiz, o'sha однотонный stilda bitirib olsangiz bo'ladi. Nima? Hozirgi kunda podключ bitirib beradigan korxonalar juda ko'p. Kalitni shunda topshirasiz, 1 oyga qolmay, uzoq 2 oyga qolmay bitirib berishadi qo'lingizga. Joy egalarini primoy telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Telefon qiling, keling, ko'ring, tepasida gaplashiladi. Narxi endi 2 xil narxi bor-ku. Bu yerda xolasiz shu holatda, xolasiz podключ holatdagi narxi. O'rtada hech kim yo'q. Primoy joyi egasi. Shuna kelasiz, murojaat qilasiz. O'zingiz primoy xullas egasi bilan savdoni pishirasiz. Keyin bu kanalda mana shu podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang va уведомление, ya'ni qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang, chunki har bitta yangi video qo'yilganda sizga shunda уведомление kelib turadi. Xonadonimiz sotuvda, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.